Xudo xolasa 14 kunlik muddatga yomon bas. Hozirda mana dimiqishlar, shishlar so'rilgan, mana tizzani qopqog'i erkin harakat bo'lyapti. Xo'p, bemorimiz 67-yil bizga chap oyoq tizza bo'g'imidagi og'riq, shish, harakat cheklanishi, g'irtillashga murojaat qilib kelgan, shikoyat qilib. Anamnizdan yiqilganingiz yo'q edi? Anamnizdan qancha muddat burun? 10-chi nima bo'ladigan bo'lsa, ro'za bir oy pashti bo'ladi. Bir oy avval yiqilib tushgan tizza bo'g'imidan shikastlangan. U bemorning shikoyati asosida bemor tekshirganmiz. Tizza bo'g'imida osteoartroz 2-daraja, meniskopatiya, medial menisda qisman shikastlanish tashxisi qo'yilgan. Shunga asoslanib davo kurs lecheniyalar yozilgan. Albatta dori-darmonlar birinchi etapda, ikkinchi etapda fizioterapiya muolajalari aytganmiz. Kelgan mahalda tizza bo'g'imida shish bor edi. Harakatlar to'liq bukilib yozilmaslik holatlari bo'lardi. Mana hozirgi holatini baholaymiz, to'liq bukilyapti. Yozilish nisbatan qolgan. 10-15% oldinga nisbatan to'liq yotilishga ozgina 10-15% kasallikni belgilari saqlanib qolgan holat ijobiy. Bo'g'imda dimiqish bo'lgan shu mahalda hozirda mana dimiqishlar, shishlar so'rilgan, mana tizzani qopqog'i erkin harakat bo'lyapti. Suprapatellar bo'shliqlarda erkin suyuqlik, patologik suyuqlik belgilari yo'q, so'rilgan. Faqat tizza bo'g'imi ortiq chuqurchasida kista kattalangan holati saqlanib turibdi. Bu yozilgan holatda bilinyapti mana. Bu ham albatta davolash etap-etap davolash jarayonida so'riltirib yuboriladi. Oqsaqlanish yo'qmi? Yo'q. Namozda bemalol o'tiriladi. Namozda hali o'tirganmiz, o'tirib. Sinab ko'rganingiz yo'q. Mustahablarda qiynalmayapsiz. Yo'q. Zinalardan chiqib tushishda. Yo'q, yaxshi. Ayollarda umumiy shishlar ham so'rilgan, mana Juda yaxshi. Bundan foydasini juda yaxshi bo'ldi. Ijobiy o'zgarish saqlab qolishimiz kerak, davomli qilishimiz kerak. Albatta buning uchun etapli lecheniya va rejimni, ortopedik rejimni mustahkam tutishimiz kerak. Shu narsani ehtiyot qilasiz opajon. Og'ir ko'tarish, zakka tushish, ko'p yurish vaqtincha mumkin emas. Shu narsaga amal qilasiz, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa 14 kunlik muddatga yomon bas. Bu bemorimizda MRT tekshiruvida shu holat, tog'aylarda o'zgarish, bo'g'imda yallig'lanish belgilari, menslarda yirtilish, ichki mensda shikastlanish belgilari. Hamma urinda ko'rinib turibdi. Bo'g'imda mensda shikastlanish belgilari, tog'ayda o'zgarish, tog'ayda birlamchi o'zgarishlar yuqoridan ko'rinishda. Endi albatta bu davolanishdan oldingi MRT tekshiruv. Hozirgi повтор asli MRT qildirsak, mana shu jarayonlar, mana shu suyuqliklar hozirda so'rilganligini ko'rishimiz mumkin. Mana asosiy e'tibor berilgan suvayni tog'ay qismida, son suvayning tog'ay qismidagi o'zgarish. Oqarib dog' bo'lib turgan uchastka tog'aydagi birlamchi o'zgarishlar. Mana yuqori arra bo'lib, bo'g'imizda notekislanganini ko'rishimiz mumkin. Xudo xolasa lecheniyadan mana 14 kunlik muddatda ijobiy natija kutdik bo'lyapti 70%. Etapli shu lecheniyani mahkam ushlagan holatda davom ettirib, bemorni bu holatdan qutqarib qolishga harakat qilamiz.